个天生没人背刺，可是我并没有半点自卑。因为隔壁都是爸妈送的礼物，所以我感觉一切都很珍贵。我美不美，答案没有绝对，要用心灵去体会。酷爱幽默，因为酷爱生活，快乐让人变得美。You got me beautiful too, you got me beautiful, you got me beautiful too, you got me beautiful. ยังอีจารากุจิŞanxı aça ətdiyen turapsılar. Her qitim ijara haqqını to'laydigan chaqda siz atigan turib ketisiz-ku. Quruq gapni oz qiling. Vega, endi o ijara haqqini berasiz? Bir ağinamning opisi saqaymas kesak girib topib qoptikan, hamma pulini uningga avatib bergandim. Vega, ağiningizning beshiga kelgan bu ishdan to'limi echindiq. Lekin bu lekin nima? Bu bahanını aldın qayda anlap bo'lgan toq. Bu da bahane tapsanız adam ishengidek bahane tapasız. Esimga keldi. Loyiqim to'y qilayli deb oldirib pulimni ishiltirib buni 2 oyni oldi deb bo'lgan. Dadam to'y qilmoqchi. Bunimi deb bo'lgan? Bulanchiga uchirgandim. Oldingi kuni shundoq deb o'tatdingiz-ku. Şanxı acha yuzingizga qo'riq tushib ketibdi-ku. Bunimi anlap bo'lgan? Bunu anlamaptıken ben. Lekin yüzümge qo'riq tushmamdi. Bunun uy ijara haqqi berish bilan ne munosabati bor? Albatta munosabati bor. Şanxı acha, sizdek yosh ham chiroyli zilva ayol yuzingizga qo'riq tushib kelsa, qandoq chidaysiz? Qo'riq tushishni oldini olish malhami bir haftada sizni yoshlik bahoringizga qaytaradi. Asli bahosi 300 yuan, lekin men a'zo bo'lg'achqa 150 yuanga oldim. Dadi o'tgan yilmi ag'an olamsiz? Rostmi? Dadinikiga o'xshashmi? Asli bahosi 300 necha yuan deb anglagandim. Bo'ldi, buni sizga sovg'a qilay. Men sovg'a qilamsiz? Shunda, lekin ijara haqqini. Ben so'zim bo'ladi. Bu narsa bak qimmat. Rostdan desam biz foyda oldik. Kim mening qo'riq yo'qtish malhimimni ko'rdi? Appa, sen ilvapsan-ku. Bu seningmi? Vega! Bunda qilsak Vega qanday qila? Bo'lmasmikin? O ijara haqqi to'lamagili 3 oy bo'ldi. To'xtamga xiloflik qildi. To'xtam bo'yicha ish ko'ramiz. Uy ijaraga beriladi. Bir eg'iz uy ijaraga beriladi. Tozliq uyi o'pchi ishlatiladi. Bahosini 100 tirani deyishimiz. Kimni izdaysiz? İjar beradigan uy bor debdikansizlar. Shunda, qani kiring. Yo'q, opa, Vega taq ko'chib ketmagan tursa. U 3 oylik ijara haqqini tek to'lamagan tursa. Xotirjam bo'ling xonim. Ijara haqqini cho'qim vaqtida berman. Uning ustiga 5 siqib beraman. Yana bir qitim deb qo'yay. Ijaraga beradigan uy yo'q. Nima bo'ldi? Ijara beradigan uy yo'q deydi-ku. Sizdek odamga nima deb uy ijara bermagdekman. Amsa zakolat pulini ep qoldim. Lekin bu bo'ldi, chiq kep qilmang. Mana bu to'xtam. Qanchalik turgingiz kelsa, shunchalik turing. Qanchalik turgingiz kelsa, shunchalik turing. Ijara haqqini vaqtida to'lasangiz bo'ldi. Bo'ladi. Amsa hozir berib yuktaxtirimni akilay. Bo'lamdi? Opa, o nerede turdi? Veganing hujursida. Amsa Vega nerede turdi?
Bugün acayip talim geldi. Talim nimandaq 10 kiloda. Nima degan ko'p narsalar bu? Mening narsalarimga o'xshash ekan-ku. Mening narsalarim ekan-ku. Bo'ldi tashlamoqlar. Nima qilmoqlar bu? Nima ish oldu? Bego, ijara haqqini bermaganingizga 3 oy bo'ldi. Yana bir to'latqidagi narsani yeb olasiz. Narsalarimizni og'irlik ishlatib olasiz. Ayni açtık siz bu oydan qo'qlandingiz. Yo'qling. Appa, Bego'ga ichim og'rib qoldi. Sen oshirayotdingmi qanday? Abamiz qaytib kelaymi? Yük taxlarimni ip geldim. Yük taxınızmı şuma? Şundaq, ben degan muzikant. Muzikant dedingizmi? San'atkorkansizda? Nima degan yaxshi. Sal qısıtılıp qaldıq mı qandaq? Hurra! Ay! Hey! 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 Texçi uxlamadingizmi? Kechasi xizmat qilib ko'nib qoptiman. Sizlarga daxli qilmagandaman. Yo'q, boya chog'ingiz qaysi muzika? Jang marshi yiqimliqmikan? Chin apandi, sizlarga rostla daxli qilmagandaman, Yo'q, davomlashtiraverang. To'g'ri tushunganinglardan to'liq xushalman. Amsa davomlashtiraverak. Qani, bu yoqqa chiqinglar. Odamga san'atkor ishchidikan. Birdan turib turinglar. Dada, avval men kirib olay, bo'lmasa kechikib qolaman. Ma'qul, aldirma. San'atkorning odati hojatxonada bir narsa o'qiydigan odati bor. Nima?
Xotirjam bo'linglar. Bay uning gez ko'tirib kirkatgini ko'rdim. Bugun tuzuk xabar yo'q. U yelili yinib chiqdi. Chintaqa, gezni ko'rib oldim. Roman bo'lsa birani bering. Nemish bo'ldi? Nemish bo'ldi? Uyimizda jin bor ekan. Sen akkarkan-ku. Uning tun saylisi kesilib ekan. Onunla gap qilay. Tun saylisi kesilib daxli qilma. Bo'lmasa hayotim xavf yetadi. Ha? Amsi uni uyg'otmayli. Bo'ldi, kirib uxlanglar. Menlar. Bo'ldi, kirib uxlanglar. Varang-churing qilmanglar, ha? Xotin, tun saylisi kesilib alani uyg'otvasak bo'lmamda. Bo'lmaydi ekan. Unutib qoldingizmi? Hayotim xavf yetadi ekan. Shundaqmi? Bundaq tatib uxlab baxmag'ili xili bo'pti ekan. Sizlarmi yaxshi uxlay oldinglarmi? Ha? To'g'ri dedilar. Rost. Chintaqa, mana bu oylik ijara haqqi. Bu 2 oylik ijara haqqi. Nemishqa? Bo'ldi. Şahri acha, nim bo'ldi? Vega, sizni oxir topdim. Bo'ldi, qaytib keling. Ajab yaxshi. Şahri acha, bundan keyin ijara haqini vaqtida beraman. Bo'ldi, bu muhim emas. Narsalaringlarni o'g'irliqcha yavagan tursam. Hech qisi yo'q. Yüz yo'qligini o'g'irliqcha Bo'ldi qilam. Ish qilib sizga yetig'ini yo'q-ku. Nemishqa? Qandaqla bo'lsin, kechasi uxlaysiz emasmi? Bo'ladi. Sizlar bundaq degandan keyin bo'pti, qaytib kelsam kelay. Bu mening Karton. Tash asrashmalim yoshlig'ijon.可是我并没有半点自卑，天黑口地都是爸妈送的礼物，所以我感觉一切都很珍贵。我美不美，答案没有绝对，要用心灵去体会。